Diqqat, barchamiz tanigan, hammaning ko'nglidan birdek joy olgan O'zbekiston xonandasi primadonna Yulduz Usmonova haqida kutilmagan xabarlar tarqaldi. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. O'zbekiston va jahonda sodir bo'layotgan eng so'nggi va dolzarb xabarlarni o'tkazib yubormaslik uchun hoziroq like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Like bosganlar video oxirida 15 ming so'm egasi bo'lasiz. Diqqat qiling. Xalqaro kongress markazida Prezident Shavkat Mirziyoyev ishtirokida madaniyat va san'at sohasi vakillarini davlat mukofotlari topshirish marosimi bo'lib o'tmoqda. Tadbir davomida O'zbekiston xalq artisti Yulduz Usmonova ham o'z fikrlari bilan o'rtoqlashdi. Intervyuda xonanda davlat rahbariga qanday takliflar borligi so'ralganida Yulduz Usmonova bu borada milliy musiqani keng targ'ib qilish masalasiga alohida e'tibor qaratdi. San'atkorning ta'kidlashicha, to'ylarda mehmonlar o'tirib bo'lgach, san'atkorlar tomonidan kamida bir juft maqom ijro etilishi lozim. Bu tartib yosh avlodning milliy san'atga qiziqishini oshirishi mumkin. Xonandaning o'zlari bu haqida shunday deydi. To'ylarda san'atkorlar xoh kichik guruh bo'lsin, xoh katta guruh bo'lsin, mehmonlar o'tirib bo'lgach, keyin bir juft maqom aytilsa yoshlarning ham qulog'ida qolib boradi. Boshida ensasini qotiradi, lekin keyinchalik qulog'i o'rganadi. Yoshi ulg'ayganida bizning davrimizda shunaqa edi deb eslaydi, deydi va o'z fikrlarini shunday izohlaydi Yulduz Usmonova. Aziz do'stlar, xabarlarimiz keng tarqalib, barchaga e'tiborishligi uchun like bosib qo'yishni unutmang.